boquvchisini yo'qotgan oilalar, beva bechoralar, yetim yesirlar hammani uyiga ana shu narsa kirib bordi. Va yana eng bayramga tuhfa holatida O'zbekistonimizda yagona bo'lgan islom sivilizatsiyasi ochildi. Va hadislar sultoni bobomiz Imom Buxoriy yotgan maskan obod qilinib, ular ham nafaqat bizning O'zbekistonimiz, butun bir jahonga tuhfa holatida ochib insonlarga manfaat qiladigan bir duo qiladigan joylar bo'lib ochildi. Alloh subhanahu va taolo muhtaram prezidentimizning umrlarini ziyoda qilsin. O'zimizda qishloqlarda ham mana masjidimiz, yangi masjidimiz ochildi. Tuhfa bu ham bu yilga Xudo xolasa. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir tuhfalarni ziyoda qilsin. Mana yaqin orada qishlog'imizni ko'rki bo'lgan o'yingohimiz ham ta'mirlanib, Xudo xolasa ham qishloqlarimizni farzandlari, yoshlarga bu tuhfa qilinadi. O'sha kunlarda ham mana shunday xursand bo'lib to'y qilishlikni nasibador qilsin. Alloh subhanahu va taolo mana Navro'zi olam yangilanish oyi bu qadriyatlarimiz